Assalomu alaykum. Ismim Davlatyor. Homa brendi bilan ProRun Toshkent marafonida 10 kilometrlik masofani yugurib o'tdim. Nega Homa bilan yugurganimni aytmoqchiman. Marafon boshlanishiga 3 kun qolganda krossovkalarim samolyotda edi. Lekin asosiy voqea avvalroq boshlangandi. 10 kun oldin Lider Sport asoschilaridan biri oyoq o'lchamim, vaznim va qanday yugurishim haqida so'radilar. Eshitib ko'rdilar-da, sizga Homa kerak dedilar. Shaxsan o'zlari marafonda yugurishim uchun krossovka buyurtma qildilar. Keyin oradan 7 kun o'tdi, marafonga esa oz vaqt qolgandi. O'zimga boshqa krossovka tanlayman deb turganimda, ertaga krossovkangiz qo'lingizda bo'ladi degan xabar yubordilar. O'sha kunlari menda hayajon juda yuqori edi, chunki bu meni birinchi marafonga qatnashishim edi. Bu marafonda 10 kilometr yugurishni o'zim ham kutmagandim. Men o'zim eplay olishimga ishonishimdan 10 kun oldin kimdir men uchun qayg'urgani sabab bo'ldi deb ayta olaman. Lider Sport jamoasiga va Homaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu voqea menga motivatsiya berdi, kuch berdi va yugurishim uchun juda qulaylik va yengillik berdi.